Ay Krif, xullas bor, kecha bitta bolasi keldi, yodingizmi? Adda kecha mehmon olib keluvdi. Ha, o'sha menga aytdi-da, "Yo'q, nima?" dedi. Ya xullas kelam, men bilan birga bir aqling yetadimi dedi. Xo'sh, sen nima deding? "Men o'shaniga bemalol aqlim lipochi yetadi" dedi. Xo'sh, degancha, ya xullas kelam, men aytdim-da, "Yonimga bitta bolani qo'shib ol, mening bari menga kuchim yetmaydi" dedim. Xo'p, nima bo'ldi? Ya buvisiga taklif qilibdi. Buvisini, keyin nima bo'ldi? Ya undan keyin buvisi bilan birga bir urushuvdim. Xo'sh, kallam yorib tashladi. Juda ham kuchli buvim ekan. Bilmayman, bana Taylungni otasimi? Buvi hech qachon ota bo'lmaydi. Ya, xullas, o'sha Taylungni bilmayman, ustozimi? Taylungni ustozi Shifu-ku. O'sha Shifu o'sha buvida. Вообще четкий hodisa bo'libdi lekin. Da kirib to'g'ri вообще jo'r bo'ldi. Mayli. Aytgancha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana men Krifmanga video rolimga xush kelibsizlar. Bo'ladi, bitta videoga like kirishlarni, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Salom bo'la tezroq hamma kanallarimda 5000 ta, 10000 ta, 1000 ta o'mizlardan o'tkazib tashlashim kerak. No, albatta bo'la sizlarga bunga menga yordamlar kerak bo'ladi. Krif kim bilan gaplashishdan, bilasizlar, men har doim video beraman. Bordi xolos qo'zi ham qaynadi, endi esa borib bitta baliq olib kel. Xo'p, o'zi olib kelsam bo'lmaydimi? Endi o'zing yutqizding-ku. Axir o'zimiz domdom zika o'ynadik. To'g'ri aytsan, mayli, unaqa bo'lsa qishloqqa olib kelaman hozir. Xo'p, kutaman. Xo'p, omnisha qo'lasiga olsan nima qilyapsan deganlar uchun bo'la biz bugun qishloq bilan mazza qilib bugun piknik o'tirmoqchimiz, ya'ni piknik uyushtirmoqchimiz. Mana bu yerda bo'la mazza qilib baliq pishirib yemoqchimiz. Endi esa bo'la qo'lasiga hozirman, borib ozgina baliq olib kelishim kerak. Unaqa hozir telefonimni olaman va pisiyor bo'ladi. Sizlarni so'raganda albatta bo'la videomizga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu sizlarni so'raganda qaraysizlar, bo'la. Bilaman bo'la, videolar shu paytlari juda ham ko'p chiqyapti. Qanaqasiga bu shuncha video olyapti deganlar uchun meni sabab bo'la hozirda aktivim juda ham yuqori bo'lyapti. Hammaga juda ham katta rahmat. Men juda ham bu aktivdan xursandman. Xullas kelam, men desa bo'la borib o'zingni baliq ovlab kelishimiz kerak. Ko'proq kerak sababi ikki odamimiz bu oltin blokmi? Bu yerda oltin blokka balo bormi? What the eshik? Bo'la, lekin bu nima bo'ldi yana? Qo'y, men вообще tushunmadim. What the fuck? Nima bu? Bola bu oltin eshik. Qana ochlarmikin? Yo'q, bola bu вообще tosh bo'lib qo'ygan qarang manchetlarini. Yo'q, lekin bola buni ichida eng qizig'i nima bor bo'shigini? Hozir bunga aniqlik kiritamiz. Undan oldin ozgina bola baliq ovlab bo'lay. Baliq ovlab bola ana jitel olib borish, shandan bola nima bo'layotgani hammasini oydinlik kiritamiz. Bitta baliq yetadi ikkalamizga ishonchim bola. Bitta baliq ovlayman va bu yerdan ketaman. Qana iltimos bo'la qol. Bitta baliq tush iltimos. Qarbog'im, qani baliqlarni hammasini tortib kel. Qani agarda bo'la hozir baliq tushsa, sizlar videoga like bosgan bo'lasizlar. Baliq tushmasa, 5 ga qaranglar hozir bo'laman. 5 ga chekam sanayman. Agar baliq tushmasa, sizlar like bosmagan bo'lasizlar. Qani ketdi bo'la. Qana qolsa qani 1 2 3 4 qani 5. Voy bo'la, baliq tushdi. Voy bo'la, like bosibsizlar. Haddush hammaga rahmat deganlar. 5 deganimda baliq tushdi. Vashsha hammaga rahmat. Neyse bu baliqni bo'la hozir qishloqqa olib boramiz va bo'la buni hammasiga oydinlik kiritamiz. Qishloqni o'zi chut yig'ilib pishirib turaveradi. Qishloqni qo'li gul vashshi bo'la chut yig'ilib hammasini nima so'radi? Oshpaz bo'lgan, xullas shunaqa gaplar bo'la. Ota bobolar so'zlagan deyshadi, shunaqa taqolos bo'la ona, lekin nima bo'lishi mumkin bo'la? Cho'ta eshikni ichkarisi nima bo'ladi? Har doim bitta narsa bo'ladi. O'shani hozir bitta narsani ko'ramiz. Taqna qolsa hozir mana buni qo'sh ana jitelga olib boray. Qishloqi, nima deysan? Mana baliq olib keldim. Wow, chotki. Mana uni ustiga qo'yaver. Xo'p, qani issiqligini o'pa. Bo'ldi, pishib turaveradi. Xo'p, bunaqa hozir kutamiz endi. Hop, qishloq unaqa qolsa hozir 1 minutda kiram olibmi? Haqqa? Hozir kelaman. Xo'p. Uni hozir boramiz va nimaligini hozir oydinlik kiritamiz. Lekin bo'la oltin blok вообще lekin bo'la juda ham qimmat turadi. Unaqa bo'lsa, lekin bo'la вообще zo'r degani bu. Xullas unaqa bo'lsa, mana bu yerdan endi bo'la nima olamiz? Lopatkamizni olib qo'yaveramiz, sababi xarid bo'lga qarshi. Unaqa bo'lsa boramiz va
Buni qilib bola hozir nima bo'layotganini oydinlik kiritamiz. Aytgancha bola sizlar so'rashlar mumkin. Bu yerdagi velosipedim qayerda degan uchun, velosipedim bola qo'shnimda, qo'shnim olib turganda shaharga olib kelay deb, bola mayli deb berdim. Sababi endi bilasizlar qo'shnichilik bola har xil qo'shnim, shuning uchun berib yubordim bola. Taqina qolsa tezroq boramiz va bola voy shu bola yurmay qolish yo'qmidi bor. Qanaqani yuguramiz. Bola shachab qoldim. Voy bola qana bola mana endi esa bola buni hozir ochishga harakat qilib ko'ramiz. Taqana ochila qol iltimos endi qana ochil. Voy bola bu o'sha toshib qo'ygan-ku. Qana ochila qolsa. Voy bola yo bu vaqti ochilmaydi. Qani bol qishim bilan tortaman qaranglar. Qara. Yo bola bu ochilmaydi bu. Bola uni qolsa demak bu umuman qattiq eshik, demak bola mana bu yerdan sindirib kirishga to'g'ri keladi. Uni qolsa sindiramiz va ichkariga kiramiz va ichkarida what the bam dabla. Buni ichida bola bu garajmi shunda? Bola lekin mana bu yerdan bitta parda bor ekan bola. Mana buni sindirib tashlaylik. Oppana va bo'ldi. Endi mana bu yerga qo'yib turamiz buni. Lekin bola bu kim bo'lishi mumkin? Bola kim? Taqana qolsa oppana lekin bola bu buni men fanatiman bilasizlar bola bam va dishadi xolos bor shunaqa gaplar. Qana assalomu alaykum brat, ichkarida kim bor? Kim bu? Assalomu alaykum. What the hell? Man kimlarni ko'ryapman? Mer, uyga kirib bu yerga anaqasi kirib qolding. Ana bu yerga katta qilib eshik o'rnatganingizdan keyin kim ham sezmaydi uni. Kirib lekin hech kim sezmaydi deb o'ylagandim. Mayli, mer unaqa bo'lsa mana bu yerga nimaga yashayapsiz bu yerda? Xullas o'zim ozgina aylanishga chiqqan edim. Shu ozgina o'zim dam olay deb sabab ishlarim juda ham ko'payib ketganda boshim og'rib ketdi. Bosh og'riq bo'lib o'lay deyapman. Shunday demish joyga aylanishga keldingizmi? Qishloq ishlari nima bo'ladi? Qishloq ishlarini endi bir kun ishlamay tursam hech nima qilmaydi-yu. Bir kungami? Lekin mana bu yerda qarang, mana BMW o'zingiznikimi? Endi bundan ham zo'rlari bor. O'zi nechta mashinasi bor? Sanamagan, mana sanasam kelmayadi. Aytavering, iltimos. 65 ta bo'ldi hozir. 65 ta mer vafshi. Oxirimga sig'olmayapman. 65 ta mashina vafshi katta-yu. Lekin mana bu yerda qotiribsiz, lekin mer voy kreslolarni qarang. Cho'tkimi? Vafshi bomba bu klaviaturalar, yurdim sqonchalar vanza qilib mana bu yerda, mazza qilib bu yerda kompyuterga o'rnatsa bo'ladi. Aytgancha bu o'zi buni keysa qani? Hozir ko'rmadingmi? O'zi juda ham zamonaviy kompyuterlar chiqdi. Keysiz. Ko'rdim buni, menimcha buni videoga atas bo'lmaydi. Vafshi o'zi telefon bilan bir xil. To'g'ri. Lekin bu jigarlar juda ham kuchli kompyuter menimcha. Voy bola shu urilib ketadigan joy yo'qmaydi. Voy bola mana bu yerda esa mana mazza qilib, mana bu yerda yetgan narsalar va mana bu yerda esa bola kravat, voy bola yumshoqligini. Mayli, unaqa bo'lsa mayli yashay qoling bu yerda, lekin hech kimga aytmayman deya olmayman. Iltimos aytma kirib endi unaqasi bo'lmaydi-yu. Endi jigarimsan qiling. Jigarimsan. To'g'ri jigarizman. Men lekin bitta sharti bor, shunda aytmayman. Xo'sh, nima ekan? Mana bu mashina menga bering. Endi bilasiz, men BMWni fanatiman, ishonch bering menga. BMWnimi? Mayli, ola qol. 64 ta mashina bor qani. Vobshe, men rahmat. Mana hozir charchama kirib hech kimga aytmaysan-a? Bo'ldi, bro. Og'zimni просто qisqo'shlab qo'yaman. Bo'ladi, jigarim. Xo'p, mana hozir rahmat sizga mer. Xo'p, mana savol. Xo'p. Voy bola endi bizada BMW M4 modeli vafshi menga yoqadi. Eng yoqadigani bu bola menga BMW M4 niqolsam bilan hozir mana buni yaxshilab ochib olishimiz kerak. Mana buni ham ochamiz va bola oppana nimaga dedim bola. Ammo to'g'ri o'zim bilmayman. Mana buni yaxshilab ochaylik. Hozir bola qaranglar, hozir masalan bitta cho'tki drift ko'rsataman. Mana bu yerdan bola uchib tushamiz. Ding qilib ana bu yerga uchamiz bola qaranglar. Niqolsam endi o'tiramiz bu mashinaga. Taqana bismillah deb o'tiramiz. Eng muhim bola urib olmaslik, qirib olmaslik. Taqana gazni bosdik jigalar. Gaz. Voy bola ko'rdinglarmi? Uchib chiqqanimizdan o'pini. Voy bola asalgina. Voy boshinglarni qaranglar bola. Taqana mana bu yerni yopib ketaylik, sababi endi merni axir bola endi merga va'da berdik, hech kimga aytmaymiz deb. Shuning bilan birga bola merni endi biza bola albatta va'da bergandan so'ng mana bu yerni yopib ketamiz, sababi hech kim ko'rmasin bola. Shuning uchun o'pana va endi mana bu yerdan bloklarni qo'yamiz ata. Oppana, mana bu yerga oppana, endi mana bu yerga oppa va mana bu yerga va bola ana всё bola. Bola mana ochildi. Boyatdan beri negadir ochmayotganda voy
what nima qildik bola? Ama shunaqa tura qolsin, sababi shunaqa tursa bola hech kim unchalik ham ko'p odam sezmaydi. Tak unaqa bo'lsa endi bola mashinamizga beramiz va uyimizni yoniga parkovka qilib qo'yamiz, lekin bola juda ham yoqadi menga BMW. Buni Merc ham normal mashina, lekin bola men Merc fanati emasman. Albatta bola, agar sizlarga Merc yoqsa, kanal kommentariyaga kirib Merc deganlar yozib qoldiringlar bola va men shunda bilamanki, videoni shu yergacha ko'rganlarni bilaman. Tak unaqa bo'lsa bola qani gazni bosdik deganlar. Voy, bu sportning modiga qaranglar. Sportning modi bilan juda ham tez yuradi. Tak unaqa bo'lsa sportning modi, ya'ni bola sportning rejim degani. Tak voy nima bo'lib ketyapti, nima bo'lyapti? Tak unaqa bo'lsa oppana va все bola. Bola chiroq olib kelibmanmi? Bu chiroqni ochib keldim. Keling, mana qilib qo'yamiz. Bola kechqurun yo bu yoq qilib turadi. Endi esa bola mana mashinamni qaranglar bola. Va M4 legenda. Tak unaqa bo'lsa endi bola mana bu bola qaranglar, chiroqlarni yonishni ko'rsam ham bola, men sizlarga hozir chiroqlarni qanaqa yonishni ko'rsaman. Bola stop orqaga ozgina yurib qo'yaylik. Sabab ko'rmayapsizlarga. Tak oppana va bo'ldi. Qaranglar bola. Voy, qatga, stop, bu yoqqa qatga, toychoq qayerga? Tak oppana va bo'ldi. Qaranglar bola, buni svetlarni yonishiga qaranglar. Voy, asalgina bola. Tak uni qolsa endi mana bu yerdan mana buni pavorotni hammasini o'chiramiz, tak chiroqni ham o'chiramiz. Mana bu cruise degan nimaligini bilmadim. Menimcha siz sportning modi bo'lsa kerak deyapman. Tak uni qolsa mana bu yerga va mana buni yoqtirib olamiz va endi ichkariga kirib ozgina endi damimni olaman, sababi bugun juda ham charchadim. Aytgancha bola, endi esa mana bu baliq ham pishgan bo'lsa kerak, jitalar bilan maza qilib baliq yeb o'tiramiz. Jital baliq pishdimi? Da, pishdi.